Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Go'sht yoki meva, har xil pishiriqlar bilan shug'ullanadigan biznes egalari bo'lsa, biznesinglarni keyingi darajaga olib chiqish uchun ko'rishingiz mumkin. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz hozir xolodilnikni ishlatib qo'yganmiz. -1 gradusda turibdi texotda, -8, -10 gacha tushadi. Ideal holatda, Koreyadan kelgan holatda Peragon, hali O'zbekistonda ishlamagan. Afg'oniston bozorlari uchun ayni muddao bu mashinamiz, ko'rishingiz mumkin. Ramalar juda ham baquvvat bo'ladi, yuk ko'tarishi 3,5 tonnagacha ko'taradi. Xolodilnikni hozir ko'rsatamiz sizlarga. Muzlat yotibdi, muz. Haqiqiy qish. Ko'ringlar, mashinalarning hammasini Termizdagi Ayrton Free zonada ko'rishingiz mumkin. Zakaz asosida har xil Hyundai, Kia Bongo shunga o'xshagan mashinalarni olib kelib beramiz. Mashina salarkada yuradi, ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa, pastda WhatsApp, Telegram nomerlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, narxlar haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda qancha kerak bo'lsa, zakaz qilsangiz olib kelib beramiz. Xolodilnik ham hozirgi holatda -1, -2 da turibdi. Bu yoqqa yuradigan bo'lsanglar, o'sha 8, -10 gacha tushadi xolodilnigi. Yukinglar ishonchli, sifatli holatda manziliga yetkazib berasizlar, xotirjam. Rullari ham gidravlika bo'ladi, mexanika. Sidenyalar qiziydi, rullar qiziydi. Juda ham komfortli mashina bo'ladi. Kameralar hammasi zavodskiy o'ziniki. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar.